Ushbu loyiha Asakabank tomonidan moliyalashtirilgan va amalga oshirilmoqda. Loyiha Farg'ona viloyati Toshloq tumani Xonaqa MFI hududida joylashgan 161-sonli konturda tashkil etilgan. Maydon hajmi 7 gektar bo'lib, ushbu hududda qovun ekilgan. Hozirgi vaqtda qovunlar hosil bosqichida, ekinlarni yetishtirish muddati 138 kun, parvarishlash jarayonida sug'orish ishlari olib borilgan hamda mineral va organik o'g'itlardan foydalanilmoqda. Loyiha Asakabank tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanmoqda. Loyiha doirasida 15 ta dehqon xo'jaliklari faoliyat olib bormoqda. Har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha 46 sotidan yer maydoni ajratilgan. Loyihani tashkil etishda Istiqlol shil va ishlab chiqarish kooperativi ishtirok etmoqda. Rejaga ko'ra har bir gektardan 35 tonna, jami 245 tonna hosil olish kutilmoqda. Loyiha Asakabank tomonidan belgilangan reja asosida monitoring qilinmoqda.